Jo'ra, Ha. odam zerikib ketdi. Shu buni raqib bo'lsa-da, ulat qilib solsam-da bo'lsam. Yo'q, Ha. Hey. Kecha senga o'xshagan ikkitasi keldi, sakramoqchi bo'ldi, patinsini deb qo'ydim. Yo'q. Ha. Ikki kishini o'zing. O'zim. Ha, shu qo'llaring bilanmi? Ha. Af yo'q, lekin yoribsan lekin, Jo'ra. Ha. Hayollarimga ham sig'mayapti-da, ey. Gap chiqish qaroqim sigaretdan oy. Sen mana shunchagina umringga sigaret ham chokkanmi hali? Vaqtiga liboyni qilganman. Voy. O'zidan ham gaplari qo'rqinchli buni. Qanaqa sigaret? O'zim bichok-chok yuribman, sigaret yo'q. Vorkon ichishgan u. Ay, mana buni. Faqat mana shu narsani ichasan, senga nima beradi bu buncha? Bu erkak kishiga ruh beradi, asar beradi, tamom. Endi bilaman shu narsani. Nima, sen rishotgan tagiga vorzakonchalik qilyapsan? Hey, Ha? Ignatga borish kerak. Uyigami? Ha, uyga. Bostirib. Ha, O'yingni bilasanmi? bilaman. Nima qilasan, bor bey? Qo'rqayotgan bo'lsang, bor yo'qol. Yo, qo'rqmayman, sen o'zing javob berasan Javob bo'laman. beraman. Nimaga javob beraman? Aniqmi? Aniq. Ketdik bo'lmasa. Jo'ra, aniq shu o'ymi o'zi bu? Ha, aniq shu. Shundan ketganman qamalib. Yo'q. Qani u? Qani u? Manaman. Qalay, ko'rmayapsanmi? Kim kerak? Bizga hech kim kerak emas. Seriozmi? Hech kim kerak emas, ha? Ha, hech kim kerak yo'q. Bu nima? Berchi? Bu jenshin aka, jenshin. Yaxshi narsa ekan. Men nima qildim hozir? Qo'yib olsayding, yanchib tashlardim. Yanchib tashladim. Men seni ushlab turdimmi hozir? Ha, xalaq berding. Xalaq bermaganingda yanchib tashlardim. Bari. O'zim bir urib o'ldirib qo'ysam-da bu knopkachani.